Tak, hurmatli talabalar, TT201 guruh talabalari, sirtqi guruhlarimiz. Bugun demak chislomuz mana 23-aprel. Mavzumiz mana ekan. Metal korroziyasi va unga qarshi kurash. Korroziya turlari va mexanizmlar. Korroziya degan demak o'zi nima ekan demak? Yemirilish, zanglash deydimi demak o'shanaqa demak. Ara endi o'sha demak olamiz demak. Endi unaqada demak proyektorda bizda demak mana hurmatli talabalar, proyektorda demak mana bugungi mavzuni sizlarga qo'yib qo'ydim. Mana hozir demak proyektordagi demak qo'yganimizni demak qayerda edi? Proyektordagi tak demak mana mavzuimiz. Mana bu yoqda ham demak mana bu yoqda ham demak mavzu demak ko'ryapti. Endi svetni sal unaqa o'chiramizda demak buni qanday qilib YouTube kanallariga joylab va unaqa ishlash, pul ishlash mana mavzumizni demak proyeksion qilib demak sizlarga qo'yib qo'ydim. Bunga demak mana materiallarni demak oldik. Ko'rdinglarmi? Demak mavzumizni oldik. Mana endi axborot texnologiya bo'yicha demak YouTube ga joylashni ko'rib olsanglar, ochiq darslar qilasizlar maktablarda yoki kollejlarda, ochiq darslar yoki tadbirlar qilasizlar. Demak mana shuni joylashni sizlarga mana shunaqa hozir o'rgataman.